Assalomu alaykum. Samo Agro YouTube kanali obunachilari. Mana bugun bizda ustozimiz va bizni mehmonimiz Munavvar aka kelgan firmamizga. Munavvar aka bitta salomlashsangiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana shu Samo Agro kanalini obunachi sifatida ko'p narsalarni tomosha qilib turaman. Ayrim vaqtlari yigitlarga telefon orqali chiqaman. Yoshimiz katta bo'lganligi uchun sizlarga o'xshab turib yozavermayman, boshqa qilmayman. Bularga maslahatni berib turaman. Shuning uchun bugun bir yilni yakunini, dehqonchilikda yakunini qilish maqsadida bir ikkita tavsiyalar, maslahatlar bor. O'shani aytib o'tmoqchiman. Bizda O'zbekiston Respublikasi agrar respublika. Ko'pchilik aholimiz dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shunga bir xil yaxshi dehqonlarimiz bor, mutaxassislarni maslahatini olib, yaxshi natijalarga erishib, oxirida daromadlari ham o'shanga yarasha yaxshi bo'lgan. O narsalarda biz o'zimizning mijozlarimizdan eshitib yuribmiz, rahmatini ham eshityapmiz. Shuning uchun agrar respublika bo'lganligi uchun bizlar ham sizlarga ishqibozmiz. Eng katta ishqibozmiz. Sizlarda dehqonchiliklaring yaxshi bo'lib, hosildorlaring mo'l bo'lsa, yaxshi sotsalaring, shu qatori bizlarda ham tijoratimiz, biznesimiz rivojlanadi. Men aytmoqchi bo'lganim, bitta narsada qattiq e'tibor berish kerak. O'simliklarda shok degan narsa bo'ladi. U narsa o'simlik stressga tushadi. Bir yillik, keyin buta daraxt bo'ladi, keyin katta bog'bonlik daraxtlari bo'ladi. Bular ham hammasi shokka tushadi. Nimadan tushadi? U ob-havodan, issiq sovuqdan, keyingi bizlar ishlatilayotgan o'sha dorilardan shokka tushadi. Ayniqsa bu narsa bir yillik o'simliklarimizda juda ham ko'p uchraydigan narsa. Bir yilliklarda daraxtlar ham katta daraxtlar ham shokka tushadi, lekin ular uncha bildirmaydi. Biz uni sezmaymiz. Bir yillik o'simliklarda o'shanga mana piyoz kiradi, savzi kiradi, pomidor, bodring, ana o'sha narsalar shokka tushib qoladi. Mana endi misol uchun piyozchilikda men bir kanallaringdami yoki YouTube kanaldami bir dehqonni aytgan gapini eshitib qolib, shu mavzuda bir og'iz sizlarga maslahat bermoqchi bo'ldim. U yigit piyozni ekkanda keyin xarajat qilyapti, xarajati ko'p bo'lib turib, hozir kunda piyozini zararga sotyapti. Nima uchun? Foydadan zarari ko'p. Ha. Nima uchun? Uni sabablari bor. Mana piyozni ekamiz. Piyoz boringki o'sha aprel, may, iyul, avgust oylariga borib turib pishadi. 120-150 kunlik. U naviga qarab. Keling biz bo'lmasam bir o'sha 150 kunligini olaylik. Yoki bo'lmasam 120 kunligini olaylik. O'rtacha. Misol uchun-da. Mana ekkandan keyingi birinchi o'nib chiqqanda chimbarik chiqarmasdan o'sha paytlarda issiq sovuq bo'ladi. O'sha paytda ham yerni temperaturasi normal darajada bo'lmasa, sovuq bo'layotgan bo'lsa, o'shanda ham shokka tushadi. O'simlik o'lib qolmaydi bunda shokka tushganda. O'lib qolmaydi. U shunday ko'k bo'yicha turaveradi. Lekin o'smaydi ham, barik ham chiqarmaydi, chimbarikni ham chiqarmaydi. Kech chiqaradi. Kech chiqaradi. O'sha paytda ayrim dehqonlarimiz keyin yana bilimdon hovuz ichidagi bilimdon dehqonlar ham bor. O'zicha birovlarga maslahat beradi. Oziqani beradi. O'sha oziqani berganda o'shani tarkibida selitra bo'lish kerak emas. Shok vaqtida. O'simlik o'nib chiqqan paytda
chim barg chiqarmasdan selitrali oziqani berish kerak emas. Unga bizda nima mos keladi? Bizda o'shanda Micromex degan dorimiz bor, 9 ta mikroelementi bor. Ana o'shanda tarkibida mana tarkibida bunda selitra yo'q. Agar issiq mana shu narsani sepib qo'ysa, Xo'bayga aytgan sovug'imiz, Xo'bayga aytgan issiqni mana bu tarkibidagi bor himoya qiladi. Chidamliligini oshiradi. Ha. Agar selitralik narsani ishlatsa, u shokka tushiradi. Quvratib ham qo'yishi mumkin. Xo'bay issiq sovuqni hisobiga shokka tushadi. Shokka tushgandan keyin uni uyg'otish uchun bir hafta 10 kun kerak. Keyin 7 kun o'sha paytda yo'qotdik. Ha? Keyin o'simlik o'sib boryapti. O'simlik o'sib boryapti. Keyin o'sha paytlarda o'simlikda vegetatsiya davrida sepiladigan o'zining dorilari bor. O'sha hasharotga sepish kerak. Ha? Hasharotga trips deymiz. Yoki masalan namgarchilik yuqori bo'ladigan bo'lsa, zamburug' kasalliklari tushadi. O'sha narsani oldinni olib turib sepish kerak. Bizlar nima qilamiz? Kasallik tushgandan keyin, o'sha trips tushgandan keyin yoki masalan zamburug' kasalligi tushib turib, Xo'bayga o'simlikni qiynaydigan paytda keyin sepamiz dorini. Yoki qurigan vaqtiga u borib Ha. Keyin sepgan paytda ham nima qilamiz? Tripsni o'ldirish uchun katta dozada uramiz dorini. Me'yordan ortiq instruksiyasida ko'rsatgandan ham ziyod qilib uramiz. O'sha urgandan keyin har qanday insektisidni ichida kislotasi bor. Xo'bayga tripsni o'ldiradigan. Ana u narsa o'simlikka ta'sir qiladida, o'simlikka ta'sir qilib uni yana shokka tushiradi. Ammo shokka tushirdimi, o'simlik o'smayapti. Значит, vegetatsiya davri kechikib boryapti. Surilyapti orqaga. Bu ikkinchi holat bo'ldimi? Hech qachon insektisid tripsni bor-ku, tripsni sepgandan o'ldirmaydi. Insektisidni ta'siri bir xillari oshqozon ichakni ishdan chiqaradi, bir xillari nerv sistemasini ishdan chiqaradi. O'sha hamma bilgan Norel. Ha? Mana sizlar Yerdan sixloris olib kelasizlar. Tarkibi bir xil xlorprifos sipermetrin. Ana 55% xlorprifos sipermetrin. Mana shu Norel. Norel o'zi aslida bilgan Norelda. Ha, Norel deb o'rganib ketgan dehqonlarimizda Shveysariyadan chiqadi. U Norel degan nom qo'ygan. Boshqa hech kim Norel deb nom qo'yishga haqqi yo'q. Bo'lmasam jarima to'laydi. Buni sizlar juda yaxshi bilasizlar. Mana shu narsani vegetatsiya davriga qarab o'simlik qancha o'sgan, ana o'shanga qarab dozasini qo'yish kerak. Birdaniga katta dozada urish kerak emas hech qachon. Shunday. Katta dozada urgandan keyin o'simlik shokka tushib qoladi. Bizni dehqonlarimiz shunday sepgandan orqasidan Xo'bayga qumalab ul yotish kerak. Ana shunisiga qiziqadida keyin dozani katta qo'yadi. Katta qo'ygandan keyin Xo'bayga o'simlik shokka tushadi. Shunday. O'zi aytaylikki ana boringki bir qarish. Unda o'zining normasi bor. 25-30 santimetr bo'lgandan keyin o'zining dozasi bor. Значит, o'shanda keyin ko'tarib borish kerak buni. Shunday. O'simlik ham ko'tarilyapti, buni ham dozasini ko'tarsa bo'ladi. Lekin instruksiyaga asosan o'shanda ham ko'p emas. Bu me'yorida qilsa unaqa holat bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmaydi. Qarang, issiq sovuqdan birinchi shokka tushirdik. Ikkinchisida oziqani berishda noto'g'ri berdikda shokka tushirdik. Uchinchisida dorini sepganda dozasini ko'tardik, shokka tushirdik. Har bittasida 10 emas, 7 kundan hisoblaylik. 3tasida 21 kun. Xo'p, 120 kundan 100 kuni qoldi. To'g'rimi? 100 kun qoldi. Ana endi undan keyingi masalan zamburug' kasalliklari uni tushirib qo'ygandan keyin unda aniq shokka tushadi. Chunki barg ishlamaydi. Barg sarg'aygandan keyin fotosintez yo'q. Fotosintez bo'lmagandan keyin hech qanday o'sish, hech qanday rivojlanish bo'lmaydi. Endi o'shaning uchun o'sha narsani ob-havoni kelishiga qarab mutaxassislardan maslahat olib
to'g'ri ishlatib oldini olib bor ekan bo'lsa, o'sha vegetativ o'suv davri hech qanday narushение bo'lmaydi. Qobiya shokka tushib bo'lmaydi. Qobiya 21 kunda ham yo'qotmaydi. Bu o'sha urug'ni o'zini beradigan hosildorligi borki, ular yozganki instruksiyasi. O'sha hosilni beradi. 120 tonna degan bo'lsa agar 120 tonnani olishi mumkin. Shunday. Lekin bizlar hozir o'sha 3 ta narsadan 21 kun yutqazdikmi, 120 tonnani mo'ljallash o'sha amaliy bo'ladi. Ularni ko'proq xato bo'ladi. Xato bo'ladi. Ana endi o'sha doridan ham boshqadan ham narushение qilmas, o'sha narsani noto'g'ri ishlatmasdan to'g'ri ishlatib boradigan bo'lsa, o'sha shokka tushmaydi. To'g'rimi? O'simlik o'z tabiiy, fiziologik qanday o'sish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sib boryapti. Demak, o'sha 120 tonnaga mo'ljallasak bo'ladi. Endi oziqani berishda ko'pchilik mana bizni Jizzaxdagi dehqonlarimiz birinchi berediganda gektariga 150 kg selitrani beradida 4 marta beradi. Oxirgisi gektarga 450 kilodan tushadi. Ana endi 150 kilodan boshlab boradi. 150 dan boshlanadi. Azot. Azotni, selitrani. Selitrani bir qopchig'i 150 ming hisoblaylik. O'rtacha 150 ming hisoblaylik. Endi siz bilan biz ularga selitra beryapmiz-ku. Ular yana selitra solyapti. Men o'zimni mijozlarim bor, o'sha mijozlarga aytaman, baraka topkir. Keyin har bitta selitrani berayotganda bir qopchiq olib qol. Mana men senga beryapman, selitrani beryapman. Mana masalan, Nutripowerda mana shuni tarkibida 9 ta mikroelementdan tashqari azot bor mana. To'g'rimi? Selitra. Shuni hisobiga deyapman, mana shu 1 tonnaga ketayotgan bo'lsa, bu o'shanda 200 litrdan agar 1 gektarga sepayotgan bo'lsak, 5 gektarga degani. Bir qopchiqdan oladigan bo'lsa 5 qopchiq. 5 qopchig'imiz qancha bo'ladi? 750 ming bo'ladi. Bir qopchiqdan bor-yo'g'i bir qopchiqdan olyapti. Har 4 marta sepganda, 4 marta o'sha selitra berayotganda mana shuni ishlatsa, 750 mingdan ekonom qilayotgan bo'lsa, qancha bo'ladi? 3 million bo'ladi. Bitta o'sha selitrani bir qopchiqdan ekonom qilganda 3 million ekonom qilyapti. Undan buni narxini ayirib tashlaymiz. Bu 100 ming so'm. 4 martaga 400 ajratib tashlaymiz. 2 million 600 bitta selitrani hisobiga ekonom qilyapti. Endi qobiyaga dorini aytdim. Dorini ko'proq soladi, demak gektarga bu dori ko'proq xarajat bo'ladi. Agar o'zini normasida sepadigan bo'lsa, mana shu sixloristida, u narsadan ham ekonom qiladi. To'g'rimi? Eng asosiysi o'simlikda, o'sha hozir piyozda aytgan, o'sha o'simlik o'z fiziologik o'sishi bo'yicha, biologik o'sishi bo'yicha o'sib ketaveradi. Hosildorligiga hech qanday ta'sir qilmaydi 120 tonnaga. Tushunyapsizmi? Bu tomondan o'zi katta yutuq bo'lyapti unga. Katta yutuq bo'lyapti. Mana shunday qilib turib piyozni tan narxini tushirishga harakat qilish kerak. Mana hozir ko'pchilik dehqonlar kapelniy arashiniga tushgan. Kapelniy arashiniga o'tgandan keyinga u bergan oziqasi to'g'ri borib tomirga tushyapti. Tomirda o'zlashtirish ketyapti. Endi ariqdan sug'oradiganlar ularga qaraganda ko'proq xarajat qiladi. Qandayga? Jo'yakda ichidagi o'tlar ham, o'shalar ham oziqadan oziqlanyapti. Birga oziqlanadi. Birinchidan o't o'sib ketadi, ikkinchidan
piyozni tomiriga oziqa borishi kam bo'ladi. Bunda yillik oziqani o'zlashtirish 50-60% olib borish mumkin. Kapelniy arashinida. Shunday. Nimada ariq bilan sug'organda undan ham past. Endi mana bu oziqalarni berganimizdan keyin o'sha piyozimizda tomiri juda ham kam bo'ladi. Barik katta bo'ladi. Mana bunda suspenziya orqali oziqlantirishda 60% dan 75% gacha oziqlantirish mumkin. Qaysining foydasi ko'p? Mana shu suspenziyaniki ko'p. Ikkinchi o'rinda kapelniy arashin turadi. Uchinchisida keyin ariq bilan sug'orish bo'ladi. Shunday. Xo'bayga ariq bilan sug'organ odam keyin xohlaysizmi yo'qmi gerbitsid ham sepadi. Mana sizga xarajat. Xo'bayga borib turib o'sha piyozni tannarxiga o'tiradi. Xo'bayga xarajat. Shuni hisobiga piyozimiz keyinsiga tannarxi oshib ketadi. Foyda kamayadi. Masalan, ikkomiz dehqonchilik qildik. Men suspenziyani ko'proq berdim. Siz ariqdan sug'ordingiz. Sizni piyozingiz tannarxi 1000 so'mga tushdi, meniki 500 so'mga tushdi. Lekin ikkalamiz ham 2000 dan sotamiz kilosini. Kim ko'proq foyda qiladi? Foyda qilasizlar. Aql bilan ishlatgan o'sha mutaxassisni maslahatini olgan odam ana shunday ko'proq foyda qiladi. Shunday. Hozir bizning mijozlarimiz ko'p kelyapti. Bu yil dedi hasharot juda ko'payib ketdi. O'zi dorimiz ta'siri 14 kungacha, 12 kun, 14 kungacha. Bular 5 kun oralatib sepyapti. Bularga nima deysiz? Bunday bo'ladi. Menga dedi pulda qizig'i yo'q. Piyozimga hasharot tushmasi kerak, yana ham suspenziyasi ko'proq sepib, yana ham zo'r bo'lishi kerak. Yon atrofimdagilarga qaraganda demoqchi. Bunaqalar hozir juda ko'p. Bunaqa klientlarimiz bor, bizni ko'rib turgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Mana endi Dilshodjon, men sizni savolingizga javob berayin. Xo'bayga aytganimdek, kapelniy arashinida ham mana yerda tushadi. Mana tomirdan 50% dan 60% gacha dedim-ku. Tomirdan mana yerga oziqa o'tib ketsa, bu qo'lini cho'zib oziqani ola olmaydi. To'g'rimi? Ariqdan sug'organimizda bu yerdan keladi, zax kelib turib uradi. Qanchasi kelayotgan bo'lsa, kelayotgandir. O'shaning uchun uniki 40-50% bo'ladi. Ana endi piyozimiz ham xuddi shunday. Mana shunday barglar bo'ladi. Mana bargni qarang, tomirni qarang. Biz suspenziyani berganimizdan keyin mana shuncha barg o'sha obay oziqani o'ziga so'rib oladi. Endi xo'bayga trips masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, trips, ko'p tushadi. Birinchi navbatda o'sha bitta maydonda, uning uchun qo'shningizga ham bog'liq bo'ladi. Bitta maydonda siz sepib boryapsiz, qo'shni sepmaydigan bo'lsa, xo'bayga har bitta dorini o'zini ta'sir qilish muddati bor, 14 kun. O'sha narsa dori manonda dorini ta'sir kuchi kamaygandan keyin sizga qo'shni sepmasa, xohlaysizmi yo'qmi unga o'tadi. O'shaning uchun qo'shni ham zo'r bo'lishi kerak. Qo'shni ham xuddi siz qanday bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunday qilib turib o'sha dorini sepib, agrotexnikaga to'g'ri rioya qilib turib qiladigan bo'lsa, hech qachon u trips kelib turib malga kirmaydi. Keyin yana sepishda ham bitta nima bor? Trips, mana shuni piyoz deylik. Trips mana shu yerda bo'ladi. Mana bunday ochgandan keyin sizga mana yerda bo'ladi. Bargni ichida bo'ladi, bargni ichida mana yerda o'zakda bo'ladi. Dorini sepgandan keyin sizga dori mana shu yerdan oqib kelib turib mana uning ichiga kirish kerak. Bu degani yaxshilab sepish kerak degani. Parlatib ketish kerak emas. Mana yerdan tomchi oqib, dorilik tomchi suv oqib kelib turib mana uning ichiga tushish kerak. Ana o'shanda effekt bo'ladi. Hektariga 100 litr emas, 250-300 litr sepsa, to'g'ri. Ana shunda zo'r bo'ladi. Bir xillari parlab turib sepadida, birovga tegadi, birovga tegmaydi. Endi u ana shuning uchun mana buni oqib borib turib agar o'zakda ichiga kirsa, dorilik suv tripsni o'ldiradi. Lekin bundan oqib kirmasa, o'ldirmaydi. o'sha suspenziyami, har qanday insektatsiyani hamma dorilar sepishda o'zlaringiz boshchiligingizda bo'lsa, hektariga 250-300 litrdan tushsa, bunaqa muammolar kuzatilmaydi. Kuzatilmaydi. Bir xillar endi ishchi yollaydi, boshqalar. U hektariga, yaxshi hektariga deb keladi ko'plar. Hektariga pul olishga endi harakat qiladi. O'shaning uchun tezroq
chiqib ketayin deydi. Ana shuning uchun keyin hobiga hasharot tushgandan keyin, zamburug' kasalligi tushgandan keyin sizga o'sha narsalar shokka tushirganligi sababli hosildorlik kamayib boraveradi. Hobiga 120 tonnani o'rniga hobiga 3 tagina boshlangan 3 ta narsani aytdim. 21 kun yutqazdik. O'rtada ham agar zamburug' kasalligi tushib qolgan bo'lsa, zamburug' kasalligidan chiqarish juda ham qiyin. Chunki uning uchun barikni tiklash kerak. Barikni o'rniga o'sha narsaga mevasiga mana yerdan fotosintez bo'lib turib oziqalarni hammasini bergan oziqalarni hammasini sintez qilib olib kelib turib mevaga berish kerak. Kasallik tushganda, zamburug' kasalligi tushganda buni tiklab olish juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun oldindan sepib o'sha kasallikni oldini olib turib qilsa juda ham zo'r bo'ladi. Hammamizda sharoitimiz har xil. Bizda Jizzaxda o'zida Forish tomon zirnovoy deydi, ko'proq piyoz bilan shug'ullanadi. Keyin zomin zardorimiz. Forish tomondagilarniki 15 kun, даже 20 kun oldinroq pishadi. Forish tomondagi. Bu zomin zardordagilarga 20 kun kechroq pishadi. Ya'ni salqinroq. Kasallik ham har xil chiqadi. Birinchi navbatda значит Forish tomonda boshlanadi. Salqin ko'pmi? Hobiga zamburug' kasalligi zomin taraflarda ko'proq bo'ladi. Bularda bo'lishini sababi yana bitta Forishda nima uchun ko'p bo'ladi? Quyosh tushadi, sug'organdan keyin sizga hobiga suv parlanayotganda o'simlikning tagidagi mana bu yolg'on bargam deylik, ha? Mana shu yolg'on bargam deylik. Mana sarg'igan barglar. Mana shundagi suv parlangandan keyin mana shundagi zamburug'ni tepaga uradi. Ko'p miqdorda bo'lgandan keyin sizga mana bu yashnab turgan bargni ham kasallantiradi. O'sha narsaga sug'orishga ham juda ham katta e'tibor berish kerak. Kunda issiq paytlarida, kunda saraton paytlarida iloji boricha kechqurun sug'orish kerak. Yoki tong sahar. Ariqning ichida, juyakning ichida suv qoldimi, u eng yomon narsa bo'ladi. Ayniqsa mana shu piyozda ham, ayniqsa qovun tarvuz ekkan dehqonlar juda ham yaxshi bo'ladi. Tomirni kuydirib qo'yadi. Rakka aylantirib yuboradi. Bitta Instagramga video ishlaganimizda shu pomidorlarga zamburug' kasali haqida kunduz suv qo'ymanglar desam, kommentariyada ko'p savollar kelganda. O'qigandim uni ham. Suv gapirganlar bor. O'zi bir haftada bir marta suv keladi, kunduz keladi. Qaysi payt sug'oramiz bo'lmasa, suv bo'lmasa degan savollar bor. Endi iloji boricha demoqchimiz, kechki salqin yoki ertalabki salqinni sug'orsa, o'shanda o'zlashtirish yaxshi bo'ladi. Hobiga juyakda qolgan suv isigandan keyin sizga tomirni rakka aylantiradi. Endi bizni komment bir xil klientimizmi, mijozimizmi noto'g'ri tushunganda, palakda rakka aylangandan keyin sizga hobiga palak tashib yuboradi. Butun mevasi bilan qoladi. Buni juda ham ko'p ko'rganmiz. Endi hozir sal muammo-ku. Endi imkon qadar aytamiz. Bizni vazifamiz bilan to'g'ri maslahat berib tushuntirish. U inson imkon topish kerak o'sha narsaga. Sabab emas. Sabab topayotgan bo'lsa aybdor bo'laveradi. U dehqonchilik qilyaptimi? U imkon topish kerak. Shunday. Ana shunda imkon topsa agar dehqonlarning ham joni aytib ketganda suv hozir yo'q-ku. Bilaman, lekin u imkon topishga harakat qilish kerak. Harakat qilish, boshda ishlatish kerak. Har bir insonda masalan o'sha dorini sepyaptimi, selitrani beryaptimi, boshqa agrotexnik ishlarda qilyaptimi, o'sha odam nima ish qilayotganini bilish kerak birinchi navbatda bilib ish qilsa natijaga erishadi. Tavakkal ish qilganga hamma vaqtda omad kulib boqavermaydi. Va mutaxassislar bilan birgalikda ishlasa, maslahatlashib, o'sha dorini yaxshilab o'rganib, bilib ish qilsa, maslahatlashib, bilib ish qilsa, ana o'shanda natijaga erishadi. Lekin tavakkal ish hamma vaqtda natija beravermaydi. Bizni kanalni ko'rib turgan bo'lsangiz va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, tezda obuna bo'lib qo'ying. Mana shunday qiziqarli, foydali ma'lumotlar berib boriladi va kuzatib tursangiz, menimcha foydali bo'ladi hammaga. Endi Dilshodjon,
bog'bonlarimiz ham xafa bo'lmasin. Ha, bog'bonlarga ham bir Ha, maslahat. baxmallik yigitlar ko'rayotgan bo'lsa, vodiyda bor. baxmallik yigitlar ko'rayotgan bo'lsa, mani taniydi, juda ham yaxshi tanishadi, bilishadi. Baxmal zomirliklar. Ha. Mana hozir Dilshodjon bugungi temamizni asosiy mavzusi stress, shokka tushish, hosildorlikni kamayishga nimalar sabab bo'lishini aytdim, to'g'rimi? Ob-havo, dorini sepish, oziqani berish, ikkinchisi keyin tan narxi qanday qilib tushirsa bo'ladi? Nima qilib tushirsa bo'ladi? Kam xarajat qilib ko'p daromad olish. Ha, ko'proq daromad. Endi bu hobiyga stress butalik daraxtlarda ham, katta daraxtlarda ham bo'ladi. Prosta men hobiy aytganim, daraxtlar uncha bildirmaydi. Lekin kuzga borib bildiradi. Qanday qilib bildiradi? Hosilga kelganda. O'shani hosili stressga tushirgan onamniki qo'shnisiga qaraganda olmasi hajmi kichkina bo'ladi. Ana o'sha stressga tushirgan bo'ladi. Lekin ikkalasi bir xil narsa qilyapti. Bu ko'proq dorini separdi. Agrotexnikani bir xil qilyapti, dorini bir xil. Yo'q, dorini bir xil emas. Dorini bu agrotexnikani bir xil. Bir xil qilyapti, bir xil sharoit, qo'shnisi. Yerda bali hammasi ikkalasiniki ham bir xil, hosildorligi bir xil demoqchiman yerda. Lekin bu dorini ko'proq sepib turib, hobiga qurtni tezroq o'ldirmoqchi. Shunday sepgandan o'ldirmoqchi. Lekin u daraxtni shokka tushirganini bilmaydi. U daraxt shokka tushdi. Bu shokka tushdi degani hobiga piyozda ham, daraxtda ham haligi ozgina suvsagandek bo'ladi, shokka tushganda suvsagandek bo'ladi-yu, lekin qurib qolmaydi. Lekin o'sha narsa hosildorlikka ta'sir qiladi. Har bitta o'simlik mevasini vaqti bor. Hobiga aytganda 120 kun, 150 kun, barxlari 100 kunlik ana makkalarda juda to'g'ri qilib yozib qo'ygan. Masalan, 70 kunlik, 90 kunlik, 120 kunlik, 150 kunlik deb yozib qo'ygan, to'g'rimi? Ha. Bu xuddi shunday piyozda ham, pomidorda ham, bodringda ham, olmalarda ham, boshqa mevalarda ham bor mana shu muddat. O'sha muddatni shokka tushirib turib qisqartirayotgan bo'lsak, mo'ljaldagi hosil bo'lmaydi hech qachon. Mana endi bizni bog'bonlarimiz aslida bitta xatosini aytayin. Mana kuz kelyapti. Keyin vaqtimiz bo'ladimi, yo'qmi? Hozirda tayyorgarlik ko'rsa yaxshi bo'ladi. Bizlarda yog'ingarchilik Baxmalda may oyining oxirigacha bo'ladi. May oyining oxirigacha o'sha olmani qo'tiriga, parsha deymiz. Zamburug' kasalliklariga yog'ingarchilik bo'lganligi uchun odamlar fungisidni, o'sha dorilarni sepadi. Undan buyog'iga iyul, avgust, mirxlarning sentyabrda pishadi, o'shangacha hech qachon fungisidni ishlatmaydi. Boshqa kasalliklar faqatgina qurtga uraveradi. Ana endi lekin zamburug' kasalliklari bor-ku. Sug'organ paytda, hobiga aytganda, issiq bo'lgandan keyin o'tdan zamburug' kasallik ko'tariladi. Daraxtga uradi, barigini sarg'aytiradi, uni navdasiga o'tirib oladi. Xo'pmi? Ana endi o'sha narsalar daraxtning o'zida saqlanib qoladi. Turadi. Kuzgacha emas, yana yilgacha turadi. O'sha narsani yo'q qilish uchun nima qilish kerak? Mana bundan buyog'i oktyabr oyida, noyabr oyida daraxtlarda barik tushishidan oldin mana bizda ventirol bor. Mana ventirolimiz, ha? Mana ventirol bor. Bu daraxtdagi hamma hasharotni o'ldirib beradi. Tanasidagi, barikdagi ham qalqondorlarni zo'r qilib oladi. Juda ham zo'r qilib oladi. Demak, qalqondorlarga o'z vaqtida ishlatilmagan bo'lsa ham, kuzda ishlab bersa yo'q qilsa bo'ladi. Yo'q qiladi. U qalqondorlar qancha daraxtlarni quvratib yuboryapti. Ana endi ikkinchisi kasalliklarga ana Vakamil Fortimiz bor. Mis ko'parosi. Mana bu mis ko'parosi hozir o'zimizda chiqadigan mis ko'parosni narxi juda ham baland bo'lib ketdi. Boring ana 40 ming so'm bo'lsin kilosi. 3 kilosi 120 ming bo'ladi. 40 mingdan 120 ming. Keyin oqak olasiz 3 kilo.
boringani yana 15 ming qo'shing. Qancha bo'ldi? 135 ming. Shunday. O'sha 100 litr suv ketadi, bor yo'q. 3% borda suyuqligi bo'ladi agar. Ha. Mana bu vegetatsiya davrida 900 litr suvga ketadi, 880 litr suvga ketadi. Ana endi buni narxi qancha? 250 atrofida. 250 atrofida. Ana endi solishtiring endi. Ko'ryapsizmi? Mana bu Xo'bayga yoz mobaynida daraxt o'ziga kasallikni oldimi? Ha? U dam olishi uchun, qishi bilan dam olishi uchun, kuch yig'ishi uchun u qishi bilan qashlanib chiqish kerakmi yoki bo'lmasam dam olish kerakmi? Dam olish kerak. Dam olish kerak. Men ko'pincha odamlarga bitta misol keltiraman. Sal qo'polroq. Ha. Bir teleshka somonni molxonasiga kirgizingda, yuvmasdan uxlab ko'ringchi deyman. Kim uxlaladi? Hech kim uxlalmaydi. Bizlar mana shuni kuzda, mana shu ikkalasini kuzda hamda fevral oyida sepmasdan bahorga borgandan keyin daraxtga aytamizki, menga hosil ber deb. Hosil beradimi u qish bilan dam olmagan daraxt? Olmaydi. Mana shuning uchun hozir kuzda bu narsani albatta sepib, daraxtni tozalash kerak, ikkalasini septirib, daraxtdan hech qancha xarajat ketmaydi. Ko'p xarajat ketmaydi. Savol tug'ilishi mumkin. Buni ham sepsinmi yo buni? Ikkalasini ham sepadi, ikkalasini qo'shib qanday? Qo'shib emas, birgalikda emas. Отдельно sepadi. Отдельно. Barik bilan Noyabr oylarida. barik to'kilish arafasida. U hamalda kelishiga bog'liq. Balkim ertaroq bo'lishi mumkin, ertaroq sovutish bo'lsa. Endi tushuntirib ketay. Endi qarang, barik bilan qo'shilib o'shani qurtlar tushadi. Kanalar tushadi, o'rgimchik kana tushadi. O'sha qalqondor o'zini ustiga qobiq paydo qiladi. Qobiq. Har xil zamburug' kasalliklar. Qishdan o'tish uchun agar biz barikda turganda ventirol bilan buni sepsak, joyida o'ldiramiz. Bog'ingizni 80% ga o'sha narsalardan tozalaysiz. Ko'rasizmi qancha foyda, katta foyda. Lekin u o'sha paytida sepmasdan qishda sepadigan bo'lsak, u qobiq hosil qilgan bo'ladi o'sha. O'ziga himoya hosil qilgan bo'ladi. To'g'ri. Biz bularni sepamiz, lekin o'sha dozasini ko'taramiz. Uni o'ldirish uchun qishda. Bu endi doza ko'tarish qishdaga zararda oddiy paytda. Lekin mana shu oktyabr, noyabrda sepilishi juda ham zarur narsa. Juda ham katta foyda qiladi. Birinchi Vakamil Forte sepilar ekan, demak, ha? Vakamil Forteni sepadi, bir hafta 10 kundan keyin ventirolda urish kerak. sepadi. Ana ikkalasini qiladi, keyin fevral oylarida yana bir sepadi. Zo'r bo'ladi. Bu ishlov bilan katta qistangizga boyagi budjetni tomondan ancha foyda keltirib qolasiz. Foyda keltiradi. O'z vaqtida sepmasangiz, Mayli, munoraga keyin aytganda 2 marta ko'proq rasxod tutadi. mayli, keyin yana bir vaqt bo'lganda qishdagi agrotexnikasi to'g'risida bir to'xtalib o'tamiz. Hozir men stress to'g'risidagi gaplarni aytdim. Stress to'g'risida. Endi mana shu mavzu ochildi. Mana shu bahor oyi ham yana sepiladimi yo bir marta bo'ldimi? Yo'q, bu narsani Kuzda sepsak. kuzda qishda dozasini ko'tarib vegetatsiya davrida mana buni bemalol sepsa bo'ladi, 1% lik qilib. Kuydirmaydi bu. Kuydirmaydi, 1% qilib. Tushunarli. Hop, noyabr oyida ham 1% qilib sepamiz buni. 1% qilib. Daraxt hali uxlamagan bo'ladi. Lekin daraxt uxlagandan keyin buni dozasi o'sha oshadi. Hop, qishdaga ta'sir qiladi. Mana daromad. Ana o'shanda odamlarda mevasi tan narxi oshib ketmaydi. Shunday. Bog'bonlar uchun juda foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Bitta bog'bonlar emas, bu men stress to'g'risida, daromad to'g'risida gapirdim. Bu hozir endi qilinishi kerak. Qilmaydi-da buni o'zimizda. Ya qilishga harakat qilayotganlar juda ko'payib boryapti. Mana oxirgi vaqtlari hosildan so'raveradi. Ko'proq hosil olish ko'proq hosil olayin deb daraxtdan talab qiladi. Yo, ko'p dehqonlarimiz, ko'p bog'bonlarimiz juda ham zo'r tushunadi. Zo'r savollar beradi. O'sha odamlarning bilimi oshib boryapti. Yaxshi bo'lyapti, qilayotgan ishi, nima ish qilayotganini bilib boryapti. Bir yil yo'lga baribir mehnat ketadi-da. Bog'ga deysizmi, agroga. Undan umidvor. Mana shu agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizni manzilni bilasizlar. Kimda agar savol bo'ladigan bo'lsa, telefonimni ham bering. Asta nomer qoldiramiz, anaqasi bog'dorchilik, agro, veterinariya bo'yicha ham kommentariyada Munavvar akamiz o'zi kuzatib turadi, bemalol savollar bo'lsa, Bemalol.
man bitta nima endi yoshim katta bo'lgani uchun sizlarni kanallaringda hadeb bunday yozavermayman. Undan ko'ra sizlarga telefon qilib turib aytib qo'yaman hamisha. Telefon raqamini qoldiramiz, o'zlaridan promoy bemalol, ha? Bemalol. Maslahat Vaqt bo'lganda keyin yana bir narsani aytayinda, inson bilgan bilimini o'rgatish bu savob bo'ladi. Shunday. Shunday. Yo'q, o'zimga kelsin, dorilar o'zim beraman desangiz ham u bo'lmay qoladi. Nima bo'ladi? Jizzaxga, aptekamga kelinglar desangiz ham bo'lmay qoladi. Mana shunday. Ha, yo'q, mayli, qayerga olganda Instagramga qo'yib, bilimni. uni hech kimni majburlab bo'lmaydi. bo'ladi-da. Yo'q, majburlab bo'lmaydi. Kelib turib bitta mandan ol deb. Yo'q, bilimingiz qiziqadigan bo'lganingizda shunday bo'lardingiz-da. Ha, shunday bo'lardi. Do'konga chaqirib, Ha, o'ziga. shunday bo'lardi. Prosta endi hobbiga eng asosiy maqsad har bitta dehqon, har bitta bog'bon qiladigan ishini bilib qilsa, natijaga erishadi. Hobbiga boshida aytdim-ku, shuncha xarajat qildim, hozir endi mana shunchaga sotishimga to'g'ri kelyapti degan gap bo'lmaydi. U bechora yil mobaynida mehnat qilgan. Baribir bir yil umri ketadi baribir o'sha yerda. Ana o'sha yerda o'sha odamga qanaydir yaxshi maslahat qo'yib bo'lmagandir. Shunday balki. Yoki kechib Balki qolgandir. bizni kanalga obuna bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bizni kanalga obuna bo'lib, mana shunday Bizlarda bahorda do'l urib ketdi. kuzatib tursa. O'sha Forishda Oqtom degan qishloq bor. Bitta liniyani urib ketdi. Ha, do'l. Do'l. Piyozni kesib ketdi shunday, piyozni. Qovun tarvuzlarini kesib ketdi. Vodiyliklar birliktasi tashlab ketdi. Bir yaxshi yigit bor. Hech narsa qilmadi. Men aytaman senga, tavsiya beraman, o'sha narsani qil. Bo'lmasam kuyib qolasan. Mana dehqonchilikni qildi, kecha sotdi. Juda minnatdor, juda ham minnatdor. Ko'rsangiz vahima, shuni kesib ketgan 100%. Ham shamol, ham do'l. Urib. Ana shu bola hozir endi men aytganimni qilgandan keyinga, bilib qilgandan keyinga yaxshigina hosilni ham oldi. Shunday bo'ladi. Ha, kuyib qolgan joyi yo'q u bechora. Xursand hozir. Aka, o'sha vaqtda haydab tashlaganimda boshqa ekinga ham xarajat qilardim, bunga ham xarajat qilardim. Nima bo'lardi deb xavotirdan yurdi. Mana hozir u bola xursand. Yaxshi daromad oldi. Bundan Mehnat qildi lekin. ham yaxshi daromad Ha, olsin tilaymiz. mehnat qildi. Shunday kesib tashlagan joyidan tikladi ana shu bola. Mehnati orqasidan mana endi rohatini ko'radi, Xudo xolasa. Yaxshi kunlarga buyursin. Shunday. Endi hamma dehqonni mehnatiga nima deydi? Shunday. Baraka bersin. Shunday. Chunki hosilda bir Agar bitta yarimta mavzuga noto'g'ri tegmagan bo'lsak, bir ikkita mavzuni ochmagan bo'lsak, bemalol savollar bo'layotgan bo'lsa, yana ham kengroq qilib tushuntirib berishim mumkin. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Bizga yana qanaqa qiziq mavzular bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringiz, bir hafta bo'lmasa, bir oy ichida bitta ikkita, uchta mavzuni Munavvar akam bilan boshchiligida YouTube kanalimizga yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Munavvar aka, rahmat sizga. Sog' bo'linglar.